So'nggi yillarda davlat xizmat tizimida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar shundan dalolat beradiki, davlat endi faqat jarayonni emas, natijani, faqat buyruqbozlikni emas, tashabbuskorlikni, faqat mavjud kadrlarni emas, yaqin 5-10 yilda davlatni boshqaruvchi yangi avlodni shakllantirishga intilmoqda. Istiqbolli davlat xizmatchisi tanlovi aynan shu strategiyani amaliy mexanizmi sifatida xizmat qilmoqda. Bu orqali davlat xizmatida siyosiy mas'uliyatni his qiladigan, ijtimoiy talabga javob beradigan, islohotlarni amalga oshirishga qodir, xavf-xatarni oldindan baholaydigan, jahon standartlariga mos fikrlaydigan kadrlar avlodini shakllantirish maqsad qilinmoqda. Tanlovning birinchi marotaba aynan Farg'ona viloyatida o'tkazilishi ham bejiz emas. Farg'ona demografik jihatdan faol, iqtisodiy salohiyati yuqori, ma'muriy yuklamasi katta, ijtimoiy jarayonlari serqatlam hudud hisoblanadi. Shu munosabat bilan tanlov Farg'onani yangi kadrlar siyosati bilan pilot hudud sifatida tanlangani amalda siyosiy qaror sifatida baholandi. Bu esa kelgusida butun respublika uchun namuna vazifasini bajaradi. Milliy tadqiqot universiteti oliy iqtisod maktabi iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha ta'lim olganman va hozirda Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi sifatida faoliyat olib boryapman. 300 ta oliygohda bitirgan bir yosh sifatida universitet tomonidan bazaviy hisoblash miqdori 20 baravari ustama sifatida to'lab kelinmoqda. Bugungi kunda iqtisodiyotni raqamlashtirish tizimiga bog'lab ilmiy tadqiqot olib boryapman. 5 bosqichli tanlovning o'ziyoq mamlakatda kadrlar tayyorlash, davlat xizmatiga qabul qilish, rahbarlik lavozimlariga tayinlash kabi jarayonlar endi faqat formal emas, ochiq, raqobatli va shaffof mexanizmlar orqali amalga oshirilishini ko'rsatadi. Farg'ona viloyatida 7000 dan ortiq davlat xizmatchilari bo'lsa, bu tanlovga 700 dan ortiq hujjatlar kelib tushdi. Asosiy berilgan e'tibor ularning yumshoq ko'nikmalari, til bilish salohiyati va sohaviy bilimlarini sinashdan iborat bo'ldi. Bu O'zbekistonning yangi siyosiy madaniyatidagi muhim yuksalish. Tanlovda g'olib bo'lgan yoshlar shubhasiz faqat mutaxassis emas, tadbirkor, fikrlaydigan, boshqaruvga yangicha qarash olib kira oladigan siyosiy avlod vakillaridir. Ularning xorijiy stajirovkaga yuborilishi ham tasodifiy emas. Bu yangi davlat xizmatchisi quyidagicha bo'lishi kerak degan siyosiy mezonni belgisi. Dunyo tajribasini biluvchi, xalqaro maydonda fikr yarata oluvchi, global muammolarni anglaydigan, strategik fikrlaydigan. Bundan tashqari tanlovda yuqori natija ko'rsatgan 63 nafar ishtirokchining milliy kadrlar zaxirasiga kiritilishi mamlakat siyosiy tizimida ustuvor o'rin egallashga da'vogar bo'ladigan yangi avlod tayyorlanayotganini ko'rsatadi. Bu jarayon davlat xizmatining siyosiylashuvi emas, balki siyosiy javobgarlikni kuchaytirishning amaliy modeli. Davlat xizmatchisi endi faqat ijro etuvchi emas, balki islohotchi. U faqat vazifa bajaruvchi emas, balki davlat siyosati muallifi. U faqat tuzilma xodimi emas, balki jamiyat bilan muloqot qila oladigan lider. Tanlovda shaffof o'tkazish maqsadida davlat fuqarolik xizmati sohasida ishlayotgan nomzodlarni MyArgos.uz platformasi orqali saralanib, ularga bilim testi natijalari bo'yicha ularning sohaviy hamda boshqaruvga oid ko'nikmalari baholandi. Keyingi bosqichda rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqib, soft skills metodikasi bo'yicha sohaga oid muammoli vaziyatlar taqdim etildi. Ushbu ko'rik tanlovda men birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bevosita bu juda katta mas'uliyat yuklaydi. Ilmlarimizni, bilimlarimizni kengaytirishga, mamlakatimiz uchun o'z hissamizni qo'shadigan davlat xizmatchisi bo'lishimizga alohida motivatsiya beradi. Istiqbolli davlat xizmatchisi tanlovi bir qarashda kadrlar tanlovi bo'lib tuyulishi mumkin, ammo u aslida yangi siyosiy tarkib, yangi boshqaruv madaniyati, yangi davlatchilik falsafasi shakllanishining dastlabki bosqichidir. Bu loyiha mamlakatning siyosiy modernizatsiya yo'lidagi qat'iy qadamlardan biri sifatida tarixda qolishi aniq.